Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, xudo xolasa ikkinchi partiya qo'ylarimizni chiqaryapmiz. Birinchi partiyasini ham alohida video qilib chiqarganmiz. Bu joyda soni 8 dona qo'zi qo'chqorchalar, 80+ bo'ylari, yoshlari 10 oylik, 11 oylik qo'zi qo'chqorlar. Hali tish buzishga endi kelay deb turgan joylaridan mana. Sal bu tomon qorong'ilikkaningcha yaxshi ko'rinmayapti. Qo'y baslari kelishgan, yeb ichishda hech qanaqa muammosi yo'q, sinalgan qo'ylar. Mana aka, hurmatli musulmon akalarim, mana 8 dan qo'yimiz. Xudo xolasa, qo'zi hali. Bu zotli qo'y, zotlasangiz ham bo'lar. Mana dumbalar, tik boshlari yaxshi qo'y mana. Xudo xolasa, arzon narxda bizdan orinib qolmaydigan holda berib yuboramiz sizlarga. Sifatli yaxshi narsa, mana quloqlarini qarang. Mana tishlari ham qo'zi narsa hali. Tishlarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana tishlari ham hali qo'zi. Ko'rinmayapti. Qo'y sho'xligiga. Ko'rinmayapti akalar. Ana. Qo'zi qo'chqor. Kashdan. Qo'y boshlarini, dumbalarini. Ketdi. Mana 8 dona qo'ylarimiz aka, qo'chqorlarimiz. Bir joyga olamiz deganlarga, bir joyga desa Savdojon nech puldan? Narxlari? Bir joyga desa aka 5 million 200 dan qilib beraman. Bir joyga desa 5 million 200 dan qilib beraman aka. Aytdim qaytdimi yo'q? Yo'q, aytdim qaytdim yo'q. Bir joyga bo'lsa 5 million 200 dan sotdim aka, qo'ylarni hammasi ketdi. Bitta joyga bo'lsa aka. Mana agar tanlab olamiz deysa-chi bularda? Tanlab olsa nomerni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqamiz, kelishgan holda kelishtirib beraman. Hammasini xudo xolasa kelishamiz. Xudo xolasa mana barakali qo'ylar akalar, xudo xolasa. Niyat qilganlar aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni yozib qo'yamiz. Quloq bosh butun, hammasi uzun qo'ylar, kalta qo'y yo'q ichida. Mana hozir mana shu qo'yimiz. Jonivar. Mana shu qo'yimiz hozir 51 ga ketdi. Savdosi, barakasi bo'ldi. Toshkentga ketdi mana shu qo'yimiz. Xudo xolasa 100 ga Toshkentga chiqib ketdi mana shu qo'yimiz. Dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan Toshkentga chiqib ketdi 5 million 100 ga. O'zbekiston vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha bo'lsa kelishamiz. Qo'ylarni mana sakrab turishini ko'rib turibsizlar mana. Sog'ligi, yeb ichishda muammosi yo'q.